I can describe a sightseeing holiday. Men diqqatga sazovor joylardagi sayohatimni tasvirlay olaman. Map bu xarita. Guidebook. Demak, guide bu sizni biron joyda olib yuradigan, aylantirib yuradigan inson, gid. Guidebook bo'lsa, bu turistlar uchun berilgan joylarni tasviri. Qaysi joyligi haqida ma'lumotlar berib boriladi. Typical. Typical degani odatiy, hamma qatori degan ma'noda keladi. Go sightseeing. Diqqatga sazovor joylarga borish. Art gallery. San'at galereyasi. Visit museums or art galleries. Demak, tashrif buyurish degani, aylanib ko'rish degani. Muzeylarni, galereyalarni. Look around. Look round. Biron joyni piyoda aylanish. Go on a guided tour. Demak, qisqagina sayohatga borish. Misol uchun, muzey aylanish, galereya aylanish. Endi guided bo'ladigan bo'lsa, bironta gid bilan birgalikda aylanish uchun bo'ladi. Get lost. Yo'qolib qolish degan ma'noda keladi. Get lost yoki to be lost. Take photos. Suratga tushirish. Spotlightga e'tibor qaratamiz. Biz shootdan keyin har doim fe'l beramiz, chunki bu modal fe'l. Endi shootdan keyin bergan fe'limiz it's a good idea to go to that. Ya'ni buni bajarish juda ham yaxshi fikr degan ma'noda keladi. If you go to Peru, you should visit Machu Picchu. It's fantastic. Agar Peruga borsangiz, Machu Picchuga borishingiz kerak. Bu juda ham zo'r fikr degan ma'noda keladi. Bitta maslahat emas, balki yaxshi fikr ma'nosida keladi shoot.